O'zbekiston yashash xarajatlari eng arzon davlatlar qatoriga kiritildi. Suriyaga ketmoqchi bo'lgan andijonlik yigitlar qo'lga olindi. O'zbekiston 2025-yil Xitoyga 773 million dollarlik gazni sotdi. Assalomu alaykum. Shu va shunga o'xshash muhim yangiliklar bilan Rost 24 dayjestida. Endi sun'iy intellekt orqali shaxs ma'lumotlarini o'zgartirish, tarqatish jinoyat hisoblanadi. Endi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsga doir ma'lumotlarga qonunga xilof ravishda ishlov berish, ularni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish va axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga ko'ra ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish qurollarini musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Qashqadaryoda bemor ayolga shilqimlik qilgan shifokor qamaldi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman tibbiyot birlashmasida kechki navbatchilikda turgan shifokor bemor ayolning davolovchi shifokori bo'lmasa-da, uni tekshirish maqsadida muolaja xonasiga chaqirgan va ayolga spirt bilan muolaja qilish bahonasida shilqimlik qilgan. Mazkur holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning tegishli moddalari asosida shifokorni aybdor deb topib, unga 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston o'tgan yili 773 million dollarlik gazni Xitoyga sotdi. 2025-yil oxiriga kelib O'zbekiston Xitoyga taxminan 773 million dollarlik gaz eksport qildi. Xitoyga yetkazib berilgan ushbu gazning asosiy qismi Rossiyaga to'g'ri keladi. 2023-yilda esa 563.153 million dollar gaz eksport qilgan bo'lsa, 2022-yilda O'zbekistonning Xitoyga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 1 milliard dollarni tashkil etgan. Bu esa 2021-yilga nisbatan 33.9% ga ko'p hajmni egallagan. Andijonda 13 nafar o'smirlar Suriyaga ketmoqchi bo'lgani aniqlandi. 2026-yil 21-yanvar kuni Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib, Suriyaga chiqib ketishni rejalashtirgan 13 nafar o'smir yigit aniqlandi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, 16-19 yosh oralig'idagi ushbu yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali terroristik va aqidaparastlik g'oyalari targ'ibotiga jalb qilingan. Jumladan, Shahrixon tumanida yashovchi 17 yoshli yigit ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ekstremistik mazmundagi ma'ruzalarni tinglab, Suriyada faoliyat yurituvchi Ahli Sunna va Al-Jamoa nomli terroristik tashkilot ta'siriga tushib qolgan. Mazkur jamoada jihod va hijrat mavzulari, xalqaro terroristik tashkilotlarning da'vat va chaqiriqlar muhokama qilingan hamda Suriyaga chiqib ketish rejalashtirilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ushbu guruh faoliyatiga chek qo'yildi hamda 13 nafar yoshning xorijga chiqib ketishi oldi olindi. Eski transportlardan foydalanish to'xtatilmoqda. 2026-yil 1-fevraldan 44 tonnadan ortiq yuk avtomobillari, kon-karyer texnikalari, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar hamda antikvar transportlar uchun alohida seriyali davlat raqamlari joriy etilib, 50 yil va undan eski transport vositalaridan foydalanish va ularni qayta ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi. Bunday transportlar davlat ro'yxatidan chiqariladi. Shuningdek, transportni ro'yxatdan o'tkazish guvohnomasida mulkdor manzilini ko'rsatish talabi bekor qilinadi. Zarur hujjatlar idoralararo elektron tizim orqali olinadi. O'zbekiston yashash xarajatlari eng arzon davlatlar qatoriga kirdi. O'zbekistonda yashash xarajatlar indeksi 27.3 ballni tashkil etgan. Reytingda Nyu-York shahri 100 ball bilan asos sifatida olinadi. Indeks qanchalik past bo'lsa, mamlakatda yashash shunchalik arzon hisoblanadi. O'zbekistonda kambag'allik chegarasini belgilaydigan minimal iste'mol xarajatlari 2025-yilda 3.2% ga oshirilib, 648 ming so'mdan 669 ming so'mga yetkazildi. Bu esa bir kishi uchun oyiga taxminan 51.5 dollarni tashkil etadi. 2024-yilda esa inflyatsiya 9.8% bo'lganiga qaramay, minimal iste'mol xarajatlari 7.7% gagina oshgan. Eng katta o'sish xizmatlar narxida kuzatilgan 26.7%. Shu jumladan Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari ham reytingdan quyi pog'onadan joy olgan.
Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham ushbu reytingdan joy olgan bo'lsa, Turkmaniston ushbu reytingga umuman kiritilmagan. Firibgarlik tufayli onlayn kredit olgan shaxslardan endi kredit pullari undirilmaydi. Adliya vazirligining ma'lum qilishicha, endi onlayn kredit olishda firibgarlikka uchragan fuqarolardan kredit pullari undirilmaydi. Unga ko'ra, agar fuqaro surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qarori yoki sud ajrimi asosida jabrlanuvchi deb e'tirof etilsa, uning nomiga frod orqali rasmiylashtirilgan onlayn kredit hamda u bilan bog'liq foizlarni hisoblash hamda undirish holatlari to'xtatiladi. Agar frod holati mavjud emasligi sud qarori yoki surishtiruvlar orqali aniqlansa, bunday holatda kreditlar hamda foizlar undirilishi davom etadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.